Farqi mana shu urovень kelib shu joyda to'xtagan. Originalda bo'lsa, qaranglar, pastiga yana 1 santimetr o'tib ketgan. Ana endi moyni o'zini tekshiramiz. Ultrafin отделкасы ko'k bo'lib turibdi, asl Lukimol esa yashilligicha qolgan. Azar buni QR kodini chiqarib berganda ham ishonib qolmanglar, bu ham kopiya qilingan. Ichidagi adxod moylar esa Dubaydagi Hindistonlarning sexlarida quyilyapti. Buni ichida bo'lsa, toza Germaniya mahsuloti turibdi-da. Mana shu Hop, videoni o'zingizlar ko'rdinglar. Men nima demoqchiman, baraka topsin. Shunaqa zo'r masala olib chiqishdi. To'g'ri, podelkadan ehtiyot bo'lish kerak. Lekin bu yerda bitta oson yo'li bor. Xuddi shu bolalar ko'rsatgan Ibrohim bilan Abdurahmon. Mana ko'rasizlar, rangi tiniq. Pasi 1 santimetr tushgan. Xuddi o'sha original moy olib chiqqanman. Bu yerda sotmoqchi bo'lgan odam har gal borib, buni ochib ko'rib, buni ko'rish imkoni bormi yo'qmi rangini bilmayman. Shuning uchun bitta hozirgi paytda eng zo'r oson yo'lni o'rgatib qo'yaman. Mana ko'rasizlar, mana shunaqa joyi bor. Shunda bundoq qo'lingizlar qilsanglar g'adir-budir bo'ladi originalda. Podelkasida bunaqa qilsanglar tekis bo'ladi. Hozirgi kunda oson yo'li shu bo'lyapti. Do'stinglarga tashlab qo'yinglar, adashib podelka olib qo'ymasin.